Tazaten kıstırıldı. Patkulchat etildi. Solu tağılıp, kanalizatsiya ulanıp, beri to'xta. Endi yuboramiz. Programma tanlanadi. Mana. Mashina patkulchat etilgan vaqtida, kulchat etgan vaqtida birinchi marta to'g'ridan to'g'ri evveldan qolib ketgan suvni kanalizatsiyaga haydash bilan shug'ullanib, pompa ishlaydi birinchi. Ikkinchi bilan suv olish jarayoni boshlandi, minakay. Suv olib boshladi, minakay. Mana suvni olib boshladi. Endi mana davom ettiramiz, qolganini yana ko'raveramiz.